Qalaysan, tuzimsan? Assalomu alaykum. Yaxshimisan? Alaykum assalom. Bitta narsani aytmoqchi edim. Uyga uje sovchilik kelyapti. O'shaning uchun Birinchidan men senga uylanaman deb va'da bermaganman. Ikkinchidan hozir meni sharoitim yo'q uylanishga. Tushunsan? Endi har xil muammolar bilan mana telefon qilasan. Men ishlarim bor hozir. Shuni bitirib olib, keyin gaplashaylik shu temada, maylimi? ikki o't orasida qolib ketdim, opa. Yuragim eshitdimi, miyam eshitdimi bilmayman. Singlim, ko'ngilga qarab, men nima bo'ldim? Ko'rib turibsan, jiyanlaring tirik yetim bo'lib qoldi. Hozir zamon shunaqa. Hozir sevib emas, sevilib yashash kerak. Ko'zlaring bor duch kelgan. Yaxshi, rahmat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bugunlar sizga. Tez o'rab Rahmat. Kelishingizga rost ishongandim. Nima qilamiz? Kinoga tushamizmi yo aylanamizmi? Ha, juda ham yengil kiyimolibsiz. Balkim issiq choy icharmiz. Lekin bitta gapni bilasizmi? Satin so'qatmaydi, qaltiraydi. Ozgina aylanaylik. Shamollab qolmasangiz bo'ldi. Bir gap bo'ladi, yuring. mehrim uni avval Bitta savolim bor edi. Eshitaman. Hozir ko'rishganimizda men bilardim uchrashuvga kelishingizni deb aytdingiz. Qatdan bilardingiz? Bilasizmi? Agar inson astoydil niyat qilsa, butun koinot o'sha niyatiga yetish uchun kurashar ekan. Men shunchaki ishondim. Eng muhimi yonimdaligingiz. Sizga arzimas sovg'alarim bor. Yo'q. Xursand bo'laman qabul qilsangiz. Yo'q, ololmayman. Oling. Bu ham sal kichikroq siz uchun niyat qilib olganman. Agar olsangiz roziligingizni tushunaman.